Haqiqatda dunyo bizlarni o'zgartirdi, birodar. Bitta ovqat yemaydi hech kim. Ikkita ovqat yeydi, oldida salat yeydi, issiq choy yeydi, undan keyin shirinlik yeydigan bo'ldik. Dunyo bizlarni o'zgartirib yubordi bugun. Bugun kiyadigan kiyimlarimizni dunyo o'zgartirdi. Qizilini qizilga, ko'kini ko'kiga, oqini oqiga taqab kiyadigan bo'ldik, birodar. Bitta kiyimi bo'lardi sahobalarni. Dunyo bizni o'zgartirdi. Bugun qo'limizni changga urmaydigan, har holatda yuvadigan, har xil xushbo'ylik sepadigan bo'ldik. Dunyo bizlarni o'zgartirdi. Lekin Abu Ubaydalarni yoki Amiral Mu'minin Umar radhiyallohu anhularni, Ali ibn Abi Toliblarni o'zgartirmadi. Ali ibn Abi Tolib xalifa edilar. Yurganlarda yaktaylariga yamoq solingan edi. Shunda aytdilar sahobalar: "Ey Ali ibn Abi Tolib, yangisini olib kiysangiz bo'lmaydimi?" dedilar. Shunda nima dedilar? Yangisini kiysam ham men o'sha Ali, eskisini kiysam ham men o'sha Ali dedilar. Kim aytadi bugun? Yangi mashina olish kerak. Odamlar mashinaga qarab ish qiladigan bo'ldi. Sizning tushunchangiz shunday. Yangi kiyim olish kerak. Qimmatrog'idan olish kerak. Odamlar shunga qarab muomala qiladi. Bekor gap bu. Sizning tushunchangiz shunday, birodar. Birodar, shunday inson bo'lingki, shunday Xudoga yaqin bo'lingki, shunday duo qilingki, sizning mashinangiz, sizning uyingiz, sizning kiygan kiyimingizga qarab muomala qilishmasin. Siz o'shanday bo'ling. Chunki biz yana aytamiz, kimligimiz ma'lum-ku.